Birodarlarim, men o'zimga ham, sizlarga ham Allohdan uning haqqiga yarasha qo'rqishni eslataman. Bilasizlarmi, birodarlarim, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga bo'lgan muhabbati va sahobalarning u zotga nisbatan bo'lgan muhabbati haqida juda ko'plab rivoyatlar bor. Vallohi birodarlarim, bu kabi sadoqat hech qachon ko'rilmagan. Hech bir kitobda, vallohi Bollywood ham bu insonlarning bir-biriga bo'lgan sadoqatiga o'xshash film ishlamagan. Quraysh Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan muzokara qilish uchun o'zlaridan bir kishini yuborganlarida, u qaytib kelib, men dunyoning podshohlari bilan o'tirganman. Rim imperatori bilan o'tirganman. Fors hukmdori bilan o'tirganman. Yirik arab qabilalari boshliqlari bilan o'tirganman. Lekin ey Quraysh, sizlarga aytayapman. U zot tuflasalar, odamlari uni olish uchun shoshilishadi. U zot tahorat qilsalar, suv tomchilarini kim olib ulguradi deb bir-birlari bilan talashishadi. Agar u zot buyruq bersalar, uni birinchi bo'lib bajarish uchun tayyor bo'lishadi. Sizlarga aytayapman, ey Quraysh xalqi, Muhammad bilan sulh qilinglar, chunki uning izdoshlari hech qachon uni tark etmaydi. Qarang, hatto kofirlar ham sahobalarning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan sadoqatini anglab yetgan edi. U zot Baqiy qabristoniga kirdilar. Bu joy u zotning masjidlarining yonida edi. Sahih hadisda kelgan, u zot Baqiyga kirganlarida sahobalar ham birga edilar. U zot vafot etganlar uchun duoda bo'ldilar. So'ng aytdilar: "Men birodarlarimni ko'rgim kelyapti." Sahobalar: "Ya Rasululloh, biz sizning birodarlaringiz emasmizmi?" "Birodarlarimni ko'rgim kelyapti deganingiz nimasi? Biz sizning birodarlaringiz emasmizmi? Biz sizning ashoblaringiz emasmizmi?" deyishdi. "U zot, sizlar mening hamrohlarimsiz, mening sahobalarimsiz. Mening birodarlarim mendan keyin keladiganlar" dedilar. U zot aytdilar: "Ular meni hech qachon ko'rmagan bo'lsalar ham menga iymon keltiradilar. Ulardan biri meni bir bor ko'rish uchun butun molini ham, butun oilasini ham berishga tayyor bo'ladi. Men ularni ko'rishni istayman. Orzu qilib kutaman." Shunda kimdir so'radi: "Ey Allohning rasuli, qanday qilib birodarlaringizni tanib olasiz? Bizni taniysiz, biz siz bilan har kuni birgamiz. Lekin siz hech qachon ko'rmagan, sizni ham hech qachon ko'rmagan bu odamlarni qanday tanib olasiz?" U zot kimni ko'rishni istadilar bilasizmi? Sizni, birodarlarim. Allohning elchisi sizni ko'rishni xohlayotganlarni aytdilar. Birodar va opa-singillar, Allohning elchisi sizni ko'rishni istayman deyaptilar. So'ng u zot sahobalarga misol keltirdilar. "Ey hamrohlarim, agar sizda qora ot bo'lsa-yu peshonasida oq dog'i va oyoqlari oq bo'lsa va bu otni sof qora otlar ichida yo'qotib qo'ysangiz, uni taniy olmay qolarmidingiz?" dedilar. Sahobalar: "Ya Rasululloh, albatta tanib olamiz. Ular boshqalardan ajralib turadi, chunki oq belgilari bor." So'ngra aytdilar: "Men qiyomat kuni ularni xuddi siz o'zingizni otingizni tanigandek taniyman. O'sha kunda tahorat izlari nur bo'lib porlab turadi. Men o'sha nur orqali o'z ummatimni tanib olaman." Tahorat qilmaydigan kishining holi naqadar achinarli. Vallohi men sizga nega bunday qilmaysizlar deb koyib berish uchun kelganim yo'q. Bilaman, bundan charchagansiz. Buni juda ko'p aytdim. Siz ham juda ko'p eshitdingiz. Men sizga shuni aytish uchun keldimki, payg'ambaringiz sizni ko'rishni orzu qilganlar. Siz ham u zotni ko'rishni orzu qilasizmi? Vallohi ba'zan u zot sallallohu alayhi va sallam qilgan ishlariga aqlimiz bovar qilmaydi. U zot sallallohu alayhi va sallam aytgan hadisning mazmuniga qarang. Har bir payg'ambarga Alloh tomonidan albatta ijobat qilinadigan bir duo berilgan. Qachon, qayerda, qanday bo'lishidan qat'iy nazar
o'sha duoni aytsa, Alloh uni ijobat qiladi. Joyi, vaqti, sababi muhim emas. U duoni aytadi va hodisa ro'y beradi. Joyi, vaqti, sababi muhim emas. Duo qiladi, ijobat bo'ladi. Nuh aytadi: "Ey Alloh, men 950 yil davomida da'vat qildim. Kunduzi, kechasi, yashirin, oshkora, lekin hech kim qabul qilmadi." Keyin Alloh azob yubordi va hech narsani qoldirmay halok qildi. Suv osmondan ham, yer ostidan ham, chapdan ham, o'ngdan ham oqib keldi. Hamma narsa yo'q bo'ldi. Iso aytadi: "Yo Alloh, meni bu holatimga najot ber" va Alloh uni himoya qilib ko'tarib osmonlarga olib chiqib qo'ydi. U zot har bir payg'ambarga Alloh tomonidan albatta ijobat qilinadigan bir duo berilgan. Men esa o'sha duoni ishlatmay, qiyomat kunida ummatimga shafaat qilish uchun saqlab qo'ydim dedilar. U zot sahobalarning vafot etganini ko'rdilar, lekin u duoni ishlatmadilar. U zotning barcha farzandlari vafot etdi, faqat Fatima bundan mustasno. Ko'plari u zotning ko'z o'ngida vafot etdi, lekin u duoni ishlatmadilar. U zot men o'sha duoni ishlatmay qiyomat kunida ummatimni shafaat qilish uchun saqlab qo'ydim dedilar. U zotning amakilari Hamza ibn Abdul Muttalib Uhud jangida vafot etganda, shahid bo'lganda, u zot bu duoni ishlatmadilar. Yo'q. Birodar, u zot siz haqingizda o'ylaganlaridek. Oxirgi marta qachon payg'ambaringiz haqida shunday o'yladingiz? U zot siz uchun yig'laganlaridek qachon u zotni sog'inib yig'ladingiz? Sizga savolim bor, birodarlar. Agar Rasululloh sizni hozirgi holatingizda ko'rsalar, u zot tabassum qilarmidilar yoki yuzlarini olib qocharmidilar? Tabassum qilarmidilar? Juda kam vaqtim qoldi, iltimos javob bering. Savolimga javob bering. Bu faqat siz haqingizda, siz bilan Alloh o'rtasidagi masala. Shu savolga javob bering. Oxirgi marta qachon shunday amal qildingizki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ko'rganlarida sizga tabassum qilardilar? Qaysi amalingiz uchun oxirgi marta qachon Allohga shunday duo qildingiz? Ya Alloh, meni Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga qil. U zot masjidda o'tiribdilar, tasavvur qiling. Shu onni his eting. Shu manzarani ko'zingiz oldiga keltiring. U zot masjidda o'tiribdilar, yarim tun tahajjud vaqti. Masjidning orqa tarafida ahli suffa uchun alohida joy bor edi. Tasavvur qiling, Rasulullohning masjidining orqa tarafida taxminan 70 ta sahoba bor edi. Ularda kiyim sotib olishga ham pul yo'q edi. Ovqatga ham, hatto bir joydan boshqasiga yurishga ham imkonlari yo'q edi. Yo'q. Ular hatto avratlarini yopib qo'yadigan kiyim sotib olishga ham pullari yo'q edi. Tasavvur qiling, siz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning masjidida, u zotning orqasida namoz o'qiyapsiz. Va avratingiz ko'rinib turibdi. Boshqa narsaga chalg'imang. U zot o'sha yerda o'tiribdilar. Bu ismni yodingizda tuting. Robiya ibn Ka'b al-Aslamiy. Bu sahih rivoyatdir. Robiya aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tahorat qilishlari uchun suv olib kelardim." Bu lahzani his qiling, unda yashang. Bu voqeaning asosiy qismi shu bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling. Rasululloh Robiyaga qarab turibdilar. Robiyasi suvdan qo'yyapti. Robiyaning hech qanday ayoli yo'q, farzandi yo'q, oilasi yo'q, puli yo'q, yegani hech vaqosi yo'q. Shunda u zot unga aytdilar: "Robiya, nimani xohlaysan? Orzuing nima, Robiya?" Birodarlarim, siz nimani so'rardingiz? Robiya bu fursatdan o'rnida foydalandi. "O, ya Rasululloh, men siz bilan jannatda birga bo'lishni xohlayman" dedi. Qarang, ularning orzusiga va bizning orzularimizga qarang. Bu sahih hadis, to'g'rimi?
Men hadisni o'qiganimda vallohi deyarli shunday tushunaman, uni shunday anglayman. Bu mening talqinim. Hadisga qarayman va shunday tuyuladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana shu savolni beradilar, go'yoki shunday deyish uchun: "Robiya, men sendan so'rayapman, shu yerda, mana shu yerda nimani xohlaysan? Ayt, nimani istayapsan? Uylanmoqchimisan? Qanday kaming bor?" Shunda u zot yana so'raydilar: "Robiya, menga ayt." Robiya aytadi: "Ya Rasululloh, men o'sha narsani xohlayman. Shu menga kifoya." Birodarlarim, payg'ambarimiz sizni sog'inib ko'rishni istaganidek, siz ham u zotni ko'rishni istaysizmi, sog'inasizmi? Bugun aytmoqchi bo'lganlarim mana shu, o'zingizga savol bering. Hozirgi holatingiz qanday? Men aslida qandayman? Haqiqatda qaysi yo'lga, qaysi tomonga qarab ketyapman deb o'zingizga savol bering. Shu bilan yakunlaymiz inshaalloh. Bu bizga bir eslatma bo'lsin.